Integratsion kurs bilan intensiv kursni orasidagi farqni bilasizmi? Integratsion kurs umuman Olmoniyaga yana kelganlar ki burga integra bo'lish uchun qonunini, kulturini, farhangini o'rganish uchun integratsion kurslardan foydalanadilar. Ammo intensiv Deutsch kurs ki umuman burga maslakiy sohada, akademik sohada siz burga damga ketmoq istasangiz, bu fursatlardan foydalanib bila olasiz. 95 yigitlar biz mutaassifona intensiv kursda haqiqiy ma'lumotlar yo'q. U yüzden B1 dan so'ng bular B2 saviyasida olmon tilida boshlaydilar. Uni o'zi 7-8 oy davom etadi. Undan so'ng C1 shaklida ham 5 oy 4 oy davom etadi. Ki siz boyad 2 yil, 2,5 yil bu til masalasini boyad ustiga xarjlasangiz. Ammo intensiv kurs ko'p shunday bofishor, bir kunda 7 soat, 6 soat, 5 soat ba'zan farq qiladi kurslarda planlari, modullari. U shaklda sizga olmon til dars beradi. Avantoji shuki siz akademik til o'rganasiz, tez bir shaklda C1 asnodini ola olasiz. Aqlingizga balki shu savol keladi. Bu kurslar ro'yagonmi yo men boyad pul bersammi? Umuman bu kurslar davlatlar tomonidan berilmaydi. Integratsion kursga emas. Integratsion kurs aytganimizdek bu ro'yagon edi, davlat tomonidan beriladi. Ammo intensiv kurs umuman pul boyad bersangiz. Ammo ba'zi bilim yurtlari yoki universitetlar sahmiyalar qo'ygandilarki, bundan borga panohingdagi bergan kishilar istifoda etib bo'la oladi. Balki shu 1 yil ichiga 3-4 kishini o'sha kursaga qabul qiladilar, ammo uning uchun boya siz bir intervyu oladi sizdan, sizning asnodingizda, sertifikatingizda, diplomingizni kontrol qiladi. Agar shu universitetga siz bir baxshida bir ishlarga o'qimoq istasangiz, siz xohlar olasizki, buni ularga aytsangiz, boshqa fursatdan ro'yagon bir shaklda istifoda etsangiz. Intensiv kurs haqida bir savolingiz bo'lsa, menga yozing. Men sizga qaysi shaklda, qanaqa boshlaysiz, men sizga aytib beraman.